Hurmatli obunachilar, hammangiz assalomu alaykum. Sog'misizlar? Bugun Hazarasda kor. Ya'ni yangilikni zo'rni qilamiz. Kor bo'lishini qaramasdan. Ya'ni Hazaras centerda Shavkat akamiz ustaxona ochdi. Yangi ustaxona bu yerda nov bozor desangizlar, ya'ni programma diagnostika markazi, to'g'rimi? Diagnostika. Keyin undan tashqari ejik yurishma, xudo xolosa video davomida ko'rasizlar, skitgan zo'n qilib beraman dedilar. Adresimiz Hazaras centerda, bu yerimiz O'zbekim choyxonasining yon tomonida obunachilar. Ya'ni bu tarafimiz Pinida o'tganlar ishda, yana 10 qo'lda o'zi. Xudo xolosa ko'rib kuzatib borasizlar, ish 10 kunlik ichida kelganlar skitgan zo'n qilib beraman dedilar. Ko'rib borasizlar. Hurmatli obunachilarimiz, xudo xolosa sizlarga bir yana Shavkat akam bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum Shavkat aka. Sog'misiz? Omon deymiz. Hafta o'rnidaniz, ochganman dedingiz. Bu yerda nov xizmatlari bo'ladi. O'zingiz to'liq tushuntirib bering. Xudo xolasa avtodiagnostika, mashinalar programma yozish xizmatlarini yo'lga qo'ydik. Bundan tashqari injektor yurish uchun apparatlar ko'p muzina. Tamam. Shu oy oxirigacha 10 kun mobaynida programmalarni 100 ming so'mdan qo'yib berdik. Diagnostika ichida bo'ladi. Tamam. Nexia 3 Gentra Cobalt mashinalari uchun. Tamam. Keyin injektor apparatimizdan injektor yurdirib odamlarga 100 ming so'm atib beramiz. Uning ichida skitkasini, zaslongasini ham tozalab, chiroyli qilib beramiz. Ha, 10 kunlik ichida. Obunachilar eshikdan yudurg'odan zaslongasini tozalash ham besplatni bo'ladi ekan. Ya'ni shu 10 kunlik ichida oy oxirida. Bu programma yudurg'odami? 100 ming so'm. Diagnostikasi ichida bo'ladi. Diagnostikasi ichida bo'ladi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, xudo xolosa kimdagining shu eshikdir mashinam problema topib yozadi, gazelik yo'qdi. Bemalol shu telefon raqamlari telefon yozilib, bo'lmasiz biza mashina apparatlar desangiz, kelasizlar, mashinani zaptirib, ajoyibot yetishingiz mumkin. Xudo xolosa telefon nomerlari ekranda qoldiramiz. Telefon bog'lanib kelishingiz ham mumkin. Asa, charchamangiz, ishlaringiz omadasiz.